men bolalarimni Forest School maktabiga berdim va shu narsani tushundimki, bu yerda har bir ustoz, o'qituvchi juda ham o'z ishini ustasi, professionallar va ular har bir bolani psixikasidan kelib chiqib individual podxod qila olishadi. Va o'ylaymanki, har bir ota-onani birinchi mas'uliyati bu o'z farzandi uchun yaxshi psixologik sog'lom va o'z ishini ustasi bo'lgan ustozni topib berish hisoblanadi. Chunki insonni, ya'ni bolani tarbiyasi, bolani ta'limi bu uni kelajagini belgilab beruvchi vosita deb bilsak bo'ladi. Menga yana yoqqan tarafi, maktab soat 9 dan boshlanadi va bu yerda ertalab zaryadkalarni bo'lishi, bola kun bo'yida, ya'ni energiyaga to'lgan holatda, yaxshi kayfiyatda kuni o'tishini ta'minlab beruvchi bir zaryadka hisoblanadi. Maktabda kameralar borligi, bolamni, ya'ni bezopasnostligi ta'minlanganligi menga juda ham yoqdi. Undan tashqari bu yerda o'qigan bolalar, ya'ni shunaqa programma tuzilgan ekanki, ya'ni hech qanaqa ekzamensiz katta sinfga qabul qilish va albatta undan tashqari maxsus maktablarda ham tayyorlab berishadi. Ya'ni nima deydi, o'sha yerdagi imtihonlarga moslagan holat Yevropa ta'lim tizimi bo'lishiga qaramasdan, bizani o'zimizni mentalitetimizdan kelib chiqqan ta'lim tarbiyani berishligi va bolaga aynan dars davomida erkinlik berishligi, bolani o'zini fikrini bemalol ayta olishligi ham menga yoqdi shu taraflari. Chunki men bolalarim hozir bu maktabga berishimdan oldingi holatidan bir 80% yaxshi tarafga o'zgargan, bemalol fikrini bildirisha oladi, ya'ni bemalol darslarni zo'r o'zlashtirishgan va shu taraflari menga juda ham yoqdi. Forest School maktabiga farzandingizni berishingiz bu sizni bitta hayotdagi yutug'ingiz desam adashmagan bo'laman.